Udarni terapiya apparati mexanizmini kelacha misolda tushuntiraman. Bo'g'imga yig'ilgan tuzlarni hamda tovondagi tuzlarni eritishga mo'ljallangan urib maydalaydigan apparatni zar to'lqinli terapiya apparati, ya'ni udarni terapiya apparati deb aytadi. Buni ishlash mexanizmini kelacha misolda tushuntiraman. Agarda enalarimiz eslasak, yoshligimizda to'lqin qilib berish uchun yoki yirik hajmdagi tuzlarni maydalash uchun kelachadan foydalangan. Bu bizning shevada kelacha deb ataladi. Sizning shevangizda nima deb atalishini kommentariyada yozib qoldiring. Bo'g'imga yig'ilgan yirik hajmdagi tuzlarni qotgan nom misolida tushuntiradigan bo'lsak, kelachaga olib bu apparatimiz applikator yordamida mayda qilib tuzlarga bo'lib beradi. Udarni terapiya apparatini ishlash mexanizmida ham xuddi kelachadagi yirik hajmdagi tuzlarni applikator yordamida qilib maydalab olish mumkin. Agar bo'g'imga yig'ilgan yirik tuzlar suvda erishi qiyin bo'ladigan bo'lsa, udarni terapiya apparati yordamida maydalab qilib yuborilgan tuzlar esa suvda erish oson bo'lganligi uchun uni bo'g'imda suyuqligi o'zi yuborish hisobiga tuzlar erib, oyog'ingizda yorug' yo'qoladi. Bu videoda to'lqin yegisi kelgan do'stingizga emas, bo'g'imiga tuz yig'ilib qanaqa yo'qotishni bilmagan tanishlaringiz bo'lib qo'ying.